Ko'rmaganni ko'rgani qursin. Marojna yemaganimga 45 yil bo'ldi. 1 kilo mana qulpnikali marojna oldim. Klubnika emas. Qulpnika! O'zi marojna bahona orqadagi mana $1200 qiyshagan monitorimni ko'rsatyapman. Uning ichidagi $1000 atrofida rasxod qilingan o'yinlar ham ko'rinyapti menimcha. Sizlarga $4000 protsessorim ko'rinib qoldi. O'l. Tak, marojnani raspakovka qilamiz. Raspakovka. Bunday qilsa rosa yomon ko'raman. Raspakovka qilishni bunday qilishadi. Shunaqa jahlim chiqadi. Qizlar marojna yeyishlarmi? Mela aylanib ketdi. Bla, marojna yegim kelmay qoldi. Keyin video qilsam bo'lmasmikin degan ko't. Dagin! Marojnani mana ikkita barmoqda yesa boshqacha ekan ta'mi. Bugun cheat day qildim, ya'ni kompyuter o'yinlaridagi cheat emas, ya'ni o'zi bugun cheat day qildim, kompyuter o'yinidagi cheatlar emas, akalar, monitorim ishlamdi, ko'rinsin, qimmatligi bilim. Yon suka, men videoga olyapman deb bilinib tur qimmatligi. Xullas, pitaniya qiladigan cheat kuni xohlagan narsam yesam bo'ladi, xohlasam bug'mu ham yevarsam bo'ladi agar shirin bo'lsa. Tak, marojna, banan mana tvorog yoki tvorog, bilmayman qanaqa nomi bilan aytilinadi, to'g'ri. Samarqandskiy tvorog ko'ryapsizlar, Amerikada ham bor. Meni kechir. Video uchun qildim, meni kechir.